Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan qizlar bizni qanaqa qilib manipulyatsiya qiladi, qanaqa qilib boshqaradi, mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Chunki ko'pchilik bolalar o'ylaydi, что munosabatlarda men asosiy figuraman, men qaror qabul qilaman, men nima xohlasam shu bo'ladi bo'laydi. Aksincha unaqa emas. Qizlar shunaqangi qiladiki, siz o'zingiz bilmay qolasiz, uni yo'liga qanday borganingizni, shunaqangi boshqarib qo'yadi. Bu narsani qizlar yoshligidan qilib keladi. Yoshligidan mana shu narsaga o'rgangan bo'ladi. Yana bitta sizga savol, videoni oxirida aytib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni qizlar ataylab manipulyatsiya qiladimi yoki o'zi xohlasa xohlamasa bu narsa chiqib ketadimi? Nima deb o'ylaysiz? Bu sizga savol, pastga yozib keting. Ketdik, men sizga manipulyatsiya turlari haqida aytaman. Agar sizga mana shunaqa manipulyatsiya qilishgan bo'lsa, mana shunaqa qilib sizni boshqarishgan bo'lsa, ha, menda mana shunisi bo'lgan, shu holat bo'lgan, qanaqa qilib yechim qilgan bo'lsa, shu yechimni ham aytib keting, bolalarga, qolganlarga foydali bo'ladi. Ketdik, birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, men slaydlarda chiqarib yuboraman. Birinchisi o'zini ojiz qilib ko'rsatish, ya'ni o'zini kuchsiz qilib, meni qo'limdan kelmaydi, qiyin ekan, og'ir ekan. Oddiy misol, mana o'rtada kitob turibdi, olib bersiz, yo men ola olmayman. Ha, bitta sumka turibdi, u yoqdan bu yoqqa olib qo'ysiz, yo og'ir ekan, men uni qila olmayman deydi. Qarabsizki, siz o'zingizdan qahramonni yoqib, yordam berishga harakat qilasiz, borasiz, geroyni yoqasiz, hamma bola geroy, qahramon bo'lgisi keladi, boradi, qilib beradi. Mana shu narsani har doim qizlar ishlatib keladi. Maktabda, o'qishda, ko'chada, shu sinfdoshlariga, kursdoshlariga, o'rtoqlariga qiyin ekan, qilib bering. Oddiy baklashkani ham misol uchun berib turib, kuchim yetmayapti, ochib bering deydi. Qarabsizki, ochib berasiz, bo'ldi. Boshqarilyapsiz, oddiy. Bu hayotda kelajakda ham shunaqangi ishlatiladi. Ya'ni nimadir qilish kerak, qiz kerak, o'zi uchun kerak, lekin qilmaydi. Meni qo'limdan kelmaydi, shuni tashlab qo'yadi. O'rniga his qilib berishingizni kutadi hayotda muammolarni hal qilishda. Xo'p, ikkinchisiga o'tadigan bo'lsa, bu xafa bo'lish va jim yurish. O'zidan o'zi xafa bo'lib oladi. Nima bo'ldi deb so'rasangiz, indamay hech narsa bo'lgani yo'q deydi. Jim yuraveradi. Keyin siz qattiq xafa qildim ekan, nima qildim ekan deb o'zingizni aybdor his qilasiz. Oddiy hayotdan misol, ayolingiz bilan uyda o'tiribsiz, kechqurun o'rtoqlaringiz bilan qayerqadir borishingiz kerak. Mana shuni kelishgansiz. Qizingiz, ayolingiz indamaydi, sizga indamaydi, prosta xafa bo'lib olib, jim bo'lib olib, sovuq muomala qiladi, g'alati o'zini tutadi. O'ylaysiz, qattiq xafa qilib qo'ydim ekan, nima qildim ekan deb o'ylab o'zingizni g'alati his qilasiz. Kechasi mayli, xo'p, men bormayman deb bunga aytasiz. U sira xursand bo'lib ketadi. Qarabsizki, siz o'zi boshqarildingiz. Ya'ni keyingi safar ham xuddi shu texnikani ishlatadi. Keyingi safar yana xo'p deysiz, yana xo'p deysiz. Har doim xafa bo'lib, jim yurib, sizni boshqarishga tushadi. Ya'ni siz kayfiyatini ko'tarish uchun uni yo'liga yurib berasiz. Xo'p, yana bitta undan keyingisi aybdorlik hissini uyg'otish. U siz uchun nimadir qilib beradi. Ovqat qilib berishi mumkin, sovg'a berishi mumkin, kirlagingizni yuvib berishi mumkin, yaxshi so'z aytishi mumkin va hokazo, bilmadim. Evaziga bir nima so'raydi sizdan. Nimadir olib bering, nimadir qayerqadir olib boring, bir nima qilib bering. Siz yo'q desangiz boshlandi. Men siz uchun shuncha narsa qildim, nahotki men uchun shu narsani qilib bera olmaysiz deydi. Endi siz o'ylaysiz, rostdan ham men uchun bu shuncha narsa qilib berdi. Nimaga men qilib bermadim deb o'zingizni aybdordek his qilib, u uchun nimadir qilishga harakat qilasiz. Qo'lingni ko'tarish uchun bu bo'lishi mumkin, gul berasiz yoki yana bitta ko'p uchragan holatlardan biri отношенияda, munosabatlarda o'g'il bola bilan qiz bola rastatsiya qilayotganda, munosabatlar uzilib turganda qiz bolani aybdor qilib ketadi. Men sen uchun shuncha narsa qildim, lekin bilmadingiz deb sizni aybdor qilib ketadi. Yaxshida o'zini aybdor qilgandan siz aybdor qilgan yaxshi. Xo'p, undan keyingisi imo-ishora bilan so'rash. Ayollar to'g'ridan to'g'ri so'ramaydi, lekin shunaqangi qiladiki, siz u narsani xohlab qolasiz. Ya'ni qanaqa bo'lishi mumkin? Ketyapsiz birga qizingiz bilan magazinga oldida, bundoq qarab turib, "Voy, men bu sumka chiroyli ekan" deydi. Siz o'zi shu sumkani olib berishni o'ylaysiz unga. Chunki u sizdan so'ramadi, lekin imo-ishora qildi. Sumka narxini qidirishni boshlaysiz yoki sizga aytadi, "Oyim dadam bilan mana shu restoranga boribdi" deb. Keyin siz o'zi o'sha restoranni qidirishni boshlaysiz, menyusini ko'rasiz, qanaqa, nima, qachon borsam bo'ladi, bron qilishga tushasiz yoki bo'lishi mumkin Instagramdan qanaqadir video tashlaydi yoki o'rtog'im eri mana shunaqa gul beribdi, o'rtog'im yigiti shunaqa gul beribdi, siz o'ylashni boshlaysiz, ha, demak, o'rtog'iga shu narsa bo'lyaptimi, unga bu narsa yoqyaptimi, bekorga aytmayaptimi, men ham unga qilishim kerak, so'ramayapti, prosta aytayapti-ku, demak, xohlayapti deb. Lekin bu ham manipulyatsiya. Boshqaruv. Tak, undan keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mayli xohlaganingizni qiling. Hayotdan misol nima bo'ladi? O'tiribsiz, o'rtog'ingiz telefon qildi, qayerqadir boramiz, ketdik kompyuterga, kontor o'ynaymiz yoki ketdik dachaga yoki toqqa. Siz okey deysiz, отказ qilmaysiz, borasiz, ketishingizdan oldin qizingizdan so'raysiz, "Men ketyapman" bo'lsangiz, xohlaganingizni qiling, xo'p deydi. Ketasiz, borasiz, o'rtoqlaringiz bilan o'ynab kelasiz, ertasi kuni kelganingizdan keyin jim yurib, g'alati yana sovuq muomala qilishni boshlaydi. Siz o'ylaysiz, demak men uni kecha xafa qilib qo'ydim, shuning uchun shunaqa bo'ldi deydi. Keyingi safar ham xuddi shunaqa holat bo'lsa, xohlaganingizni qiling deydi.
Siz o'zi tushunasiz, что hozir yana xafa bo'lib oladi, jim yuradi, men bilan gaplashmaydi, lutchi bormayman deysiz, yana bormaysiz. Qarabsizki, shu texnika qayta har doim ishlatilaveradi sizga. Chunki qiz biladi, что shunaqa qilsa siz bormaysiz, sizni o'rganib olgan bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri aytmaydi, lekin tushunyapsiz mohiyatini. Xo'p. Undan keyingisi yig'i va drama. Voy, akala, qizlar shunaqangi zo'r yig'laydi, ishoning. Ayol kishining, qiz bolaning eng kuchli quroli bu uning ko'z yoshlari. Shunday yo'q joydan keladi. Men shunaqangi holatlar bo'lgan, shokka tushib qolganman bori. Shunday yig'laydi, 5 minutdan keyin o'rtoqlarimiz kulib yuradi, hayron qolasiz. Xo'p. Qizlar yig'lab bizga ta'sir o'tkazadi. Qanaqa bo'lishi mumkin? Qayerdadir qiz aybdor, nimadir qilib qo'ydi, qayerdadir xato ish qilib qo'ydi, oilada yoki отношениялаringda noto'g'ri ish qilib qo'ydi, sizga noto'g'ri gapirdi, qo'pol gapirdi yoki sizni aldab qayergadir bordi, lekin siz uni ushlab olib, shu menga aytmasdan shu ishni qilibsan siz, yig'lab, men atalab qilmagandim, shunaqa bo'lib qoldi, majbur edim borishga, o'rtoqlarim borgandi, chaqirgandi deb yig'lab, o'zidan bir nimalarni yasab drama qiladi, keyin siz ko'z yoshlarini ko'rib, конечно, yig'lamasin mani ayolim, mani qizim deb rahmalaringiz kelib, rahmdilligingiz o'tib ketadi. Nima bo'ladi? Yig'lamaslik uchun mayli xo'p deb kechirib olasiz. Bu narsa eng kuchli qurol ayol kishining, bilib oling o'zi uchun. Shunaqangi yig'laydi, hech qachon ishonmang ayol kishining ko'z yoshlariga, hech qachon. Xo'p, yakunga o'tadigan bo'lsak, xulosa, qaranglar akalar, men boshda ham aytgandim. Qiz bola yoshligidan manipulyatsiya qilib keladi. Buni xohlasa ham, xohlamasa ham avtomatik chiqib ketadi. Yoshligidan shu narsaga o'rgangan. Chunki qiz bola bizdan kuchsiz, tabiatan kuchsiz. Shuning uchun haqiqatan bir nimani oyoqdan bu yoqqa olib qo'ya olmaydi, kuchi yetmaydi. Uni o'zi qilgandan ko'ra kimnidir boshqarib qildirgani yaxshi. Yoshligidan shu narsani o'rganadi, shu texnikani o'rgatadi. Sizga mana shu narsani sinab ko'radi. Manipulyatsiyadan qutulish uchun mana shunaqa holatlarga tushganda nima qilamiz? Siz mendan misol uchun bitta misol keltirib ketadigan bo'lsak, nima? Mana aybdorlik hissini uyg'otish, ya'ni sizni aybdor qildi. Siz uchun nimadir qildi, zamin sizdan bir nima so'radi, o'rniga biron nima so'radi, siz qilmasangiz, sizni aybdorga chiqarib, men siz uchun shuncha narsa qildim, siz men uchun shu narsa qilmadingiz deganda, siz unga aytsangiz bo'ladi. Qara, Diyora, rahmat, men shuncha narsa qilgan, men buni qadrlayman, lekin bu degani, buni o'rniga nimadir sen talab qilishing kerak degani emas. Men xohlagan narsamni qilaman, xohlagan narsamni qilmayman. Sen menga nimadir qilgan bo'lsang, mana shu ovqatni qilgan bo'lsang, menga xursand bo'lishim uchun, meni ko'nglimni ko'tarish uchun qilding. Rahmat senga. Men ham senga nimadir qilsam, o'zim xohlaganimdan, hali sen so'raganingdan emas, o'zim xohlaganimdan qilib beraman deb javob qaytarsangiz bo'ladi. Undan tashqari qolgan holatlarda ham xuddi shunaqa. Misol uchun mana jim yurib, mayli xohlaganingiz qiling deb jimgina jazolayotgan paytida, misol uchun qayergadir ketdingiz, ertangi kuni sizga sovuq muomala qilyapti, g'alati SMS-lar yozyapti yoki sovuq, kamdan kam yozyapti, kun davomida 2-3 SMS yozyapti, shunda siz ham xuddi shunaqa e'tibor bermang. Yo'liga o'tib bermang, ko'nglini ko'tarishga harakat qilmang. Prosta hech narsa bo'lmagandek muomalangizni qilavering. Sekin yana o'ziga tushib ketadi, ya'ni tushunadi, что bu narsa unga ishlamadi. Tushundingiz nima demoqchiman? Xo'p, undan tashqari men sizlarga maslahat beraman. Robert Cialdini ta'sir psixologiyasi, o'zbekchasi bor. Ta'sir psixologiyasi kitobini o'qing, chunki har doim hayotda bizni manipulyatsiya qilib kelishadi, siz qilmasangiz sizni qilishadi. Xullas shunaqa gaplar, video dars foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, komment qoldiring, undan tashqari o'rtoqlaringizga jo'nating, har doim boshqarilib yurmasin qanaqadir qizga. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.